Ha, qayerga ketyapsiz? Ha, ana Shuhrat jo'ram bechara bansiga tushib qolibdi. Belda grijasi bor ekan, shuni bitta ko'rib kelay. Shu grijaga ham politsiyada yotadimi? Shundoq qalampirni to'g'rab, asal bilan aralashtirib, ustiga bitta tuxum chaqirib beliga sursa, grijadan asar ham qolmaydi. Sen shuncha narsa qayerdan bilasan? Men bilaman-da. Savonasan biladi. Bo'ldi. Xo'p, kelaveringlar, mayli. Ha, dada, siz kim bilan gaplashyapsiz? Ha, usta chaqirdim, devorlarimizni travertin qilib ketar ekan. Travertin ham qiladimi? Bu 3 yilga qolmay qo'parilib ketadi. Keyin yerdan safsid moddasini chiqarib yuboradi keyin. Qanaqa modda? Zararli modda chiqaradi. 3 yilga umringizni qisqartirib yuboradi. Shuncha narsani qayerdan bilasan? Bilaman-da. Hamma so'lib ketadi borku, bir haftaga qolmay. Dadasi, men sizga aytsam, isirig'i qaynatib, suviga ozgina spirt qo'shib, ustidan 100 ml sut qo'shib, yarim kechasi soat 1 dan 3 minut o'tganda to'lin oy chiqqanda esingizdan chiqarmang. Sug'orsiz shunaqa gullab yashnab ketadi. Bo'ldi, xotin. Shuncha narsani qayerdan bilasan? Bilaman-da. Hamma narsani biladi bizni xotini. Ha, qayerga ketyapsan? Shunda bozorga chiqib kelib, bozorlik qilib kelish kerak ekan. Ey, hamma narsaga yetgan aqling shunga yetmaydimi? Korzinka Go ilovasi bor-ku. Korzinka Go 3 yoshdan 3-dan 23-avgustgacha 1+1 takliflar va 50% gacha chegirmalar bor. Korzinka Go'da oziq-ovqat va maktab uchun kerakli bo'ladigan barcha narsalarni bitta joydan buyurtma qilish mumkin. Birinchi 3 ta yetkazib berish bepul. Dastlabki 3 ta buyurtmaga jami 90 ming so'm chegirma bor. Mana bu promokod 500 ming so'mdan yuqori 3 ta buyurtmaga qo'llansa, 10 ta g'olibga 1 yilga bepul yetkazib berish promokodi beriladi. Muncha zo'r. Ha, zo'r bilmasmiding? O'zi men ham bilardim, prosta esimdan chiqib qopti-da. Nima shunaqasida ayolni hech tan olmaysizlar, ha? Yaxshi bo'pti. Bo'pti, hozir kelaman. Ha, qayerga ketyapsiz? Mahallani aylanib kelay. Ha, mahallani aylanib keladi. Qaysi qiz oldiga ketyapsiz? Gulnorami, Manzurami, Ra'noni oldigami, ha? Sen jinnimisan, qariganda kim oldi? Pastroq gapir, kelinlar eshitib galib qolamiz, ha? Ha, kelinlardan uyalmassizmi, ha? Bo'lmasa mahallani aylanmang. Senga gapir bu, bar yoqqa. Yoqqa keling. Yoqqa keling. Kimi? Bormayman. Ha, gul ko'tarib qayerga ketyapsiz? Ha, ketganim yo'q, keldim, Ha, bu gulni kimga olgansiz? Gulnoragami, Manzuragami, Ra'nogami, ha? Kimga olgansiz? Senga o'ylab qarasam, sen hech qachon gul olmagan ekanman. Mana shu gul senga. Voy, mengami? Ha, olmadimi? Ha, pulim kuyganda menga olib kelyapsizmi? Olmayman gulingizni. Senga gul olib kelgan odam o'zi ahmoq, bari. Yo'qoting gulingizni. Ha, qayerdan kelyapsiz? Ha, magazinga chiqdim xotin. Jamshidni magaziniga biron ko'p narsalar kelibdi, materiallar kelibdi. Material olgani bor o'zingiz. Kimga ko'yni tiktirib bermoqchisiz? Zulfizargami, Ra'nogami, Muhabbatgami? Ha? Kimga deyapman? Sen jinnimisan? Ben kimga material tiktirib beraman? Bari. Qoching ham yoqqa keling. Yo'q hali. Ha, qayerga ketyapsan? Ha, bozorga borib kelay. Ha, issiqda bozorga borib nima qilasan? Korzinka Go ilovasi bor-ku. Korzinka Go? Ha, Korzinka Go 3 yoshda 3-avgustdan 23-avgustgacha 1+1 takliflar yoki 50% gacha chegirmalar bor. Korzinka Go'da oziq-ovqat va maktab uchun kerakli barcha narsalarni bir joydan buyurtma qilsa bo'ladi. Birinchi 3 ta yetkazib berish bepul. Dastlabki 3 ta buyurtmaga jami 90 ming so'm chegirma bor. Mana bu promokodni 500 ming so'mdan oshgan 3 ta buyurtmaga qo'llansa, 10 ta g'olibga 1 yillik bepul yetkazib berish promokodi beriladi, xotin. Vo, zo'r ekan-ku. Ha, zo'rda men shunaqa zo'r ma'lumotlarni topaman, ko'rding? Ha, kim berdi bu ma'lumotlarni sizga? Gulimi, Ra'nomi, Muhayyom, ha? Sen jonimga tegib ketding, nima shunday qilasan? Qarigan payti mazzaga nima qildi? Bar yoqale. Yoqqa keling. Tog'larning darasi, chavandoz yigitning sarasi. 34 yil deganda uylanyapman. 34 yil. Do'stlar, bu bayram. Hay, kuyov. Oshiqmang, aylanib ketay. Men kelinda ammasiman. Qorovullikka kelganman. Adim. Ha, bir kun o'tmay qolmas, men narigi uyda jotag'ayaman. Yil 34 ga kirib, senga kim uylansin dedi. Va nihoyat bugun bizda hech kim bezda qilmaydi. Yaxshilab keldingizmi, begim? Bu gaplarni qancha kutdim. 34 yili. Hay, kuyov. Oshiqmang, aylanib ketay. Ko'rasam, joningizga ham tegadi. Endi men qorovulmanda. Adim shunday, adim. Bu maktabda qorovullik qilyapman. Demakki poyanmidi? Ha? Yo, hech bala ketyapman. Jishtirib o'tirib oyog'ingni. Bu 3 kunda azobi, bu 34 yilda azobidan oshib tushdi. Ha, tinganni ammang jit kelar qaytamiz. Aka.
Ammang yo'qmi? Ha, kuyov. Ha, amma? Qorovulmanda. Udim. Ammanga hani Budoyzorda anaqa qarovga o'xshaydi. Jonimga tegib ketish ammangam. Kuyov. Uzr, endi bezbetlik qilyapti deb o'ylamang. To'ylaring ham bir pasda 3 oy bo'lib qoldi. Bir pas emasda. Yaxshi niyatda lalaku olib keluvdik kuyov. Zamonaviy texnologiyalarda ishlab chiqarilgan, bolani tagi quruq turadi, allergiya chaqirmaydi, tursikchalik. Yangilik bormi? Qaydan yangilik bo'ladi? Hali massini ham yechgan yo'q sizni deb. Abi, nimaga? Tanimsiz qorovulga o'tiribsiz-ku qo'lingizga baylab. Udim. Ana shu o'dimni kim o'ylab topgan ekan, Shogird, shunaqangi isqit reja tuzib qo'ydimki, boyib ketishimiz aniq. Menga isqit ishlaringiz yoqadi. Rejamizning nomi nima? Rejani nomi 8 oyoq uslubi, tema arashan qo'yi. Xullas atrofimizdagi 8-10 kishilik guruh tuzamiz-da, bir-birimiz bilan savdo qilib yuramiz. Qo'yi narxini suniy ko'tarib qo'yamiz. Biznesimizning fishkasi internet. Ustoz, isqit ishi boshlaylik unda. Shogird, bu ishda ikki xil yedirish bo'ladi. Qanaqasiga? Birinchisi pul yo'li, tez boyib ketish holiga keldi. Ikkinchisi boylar, qimmatga qo'y oldim deb maqtan yuradigan oldi. Ustoz, boylarni ham yediramizmi? Boylar yedish ayb emas. Bo'lsa ishni boshlaylik. Shoshmay tur, hozir sen bilan yolg'ondagi savdo qilamiz-da, internetga joylaymiz. Tez kamerani yoq. Okey, arashan qo'yiz yo'qdi menga. 40 ming dollarga olaman, bering. Bilasanmi bu kim o'g'li? 100 ming dollarga sotilmagan akularning bolasi bo'ladi. Raqami kasabga 50 ming bo'lsa berib yuboraman. Ya 40 mingga bo'lsa olardim. Ammo sen yaqali, puli borlarga sotaman. Okey, bu o'sha Instagramning mashhur arashan qo'ymi? Xuddi o'zi 50 ming dollarga berib yuboraman. Voy, 50 ming dollar meni pulim yo'q-ku. Birinchida puli yo'q, lekin boyib ketish xohladi. Buni ola olmasang, mana bolasi bor, 5 ming dollarga berib yuboraman. 5 ming dollarga bolasi qimmat emasmi? Uka, bu hayotda ikkita narsa tanlashda adashmagin. Birinchisi xotin, ikkinchisi qo'y tanlashda. Buni katta qilib kimga sotaman? Men aytgandek 1 yil yaxshilab boqsang, o'zim 50 ming dollarga olib qolaman. Bo'lloga baraka, kak razmeni stark sotuvdi. Yasha, bor yoqol. Ustoz, 1 yildan keyin nimaga buni 50 ming dollarga olib qolamiz? Zarar ko'ramiz-ku. Olib kelsa, banan bermabsan, mango bermabsan, qo'yim massaj qilmabsan deb o'zini aybdor qilib yuboramiz. O nomard, menga qara, o'g'limni alda 5 ming dollarga kichkina qo'y san sotdingmi? Tartib qo'lingizni. O'g'lingiz zotli qo'y boqsin, ko'paytirsin, xalqqa foydasi tegsin dedim. Mashinik, ras xalqimiz o'ylayotgan bo'lsak, o'sha 30 ta arashan qo'yindan cho'ponga olib ber, boqib ko'rsa, qishimizga, yozimizga, umuman sharoitimizga to'g'ri kelarmikin? Biz qo'rada seleksiya qilyapmiz. Bitta qo'y 30 mingga olib boqquncha, shuni puliga 100 ta olib boqsan, qo'y qancha ko'p boqsa, go'sht narxi shuncha pasayadi. Go'sht yemayotganlar ham yesa, Sizcha aqllangansiz-ku? Siringni, aqlli odamdan oldimga olib kirmalaring. Ustoz, qo'rada qo'y qolmadi, lekin klientlar kelyapti. Xavotir olmang, ertaga bozorga tushaman-da, sap-sariq qo'y olib kelib qo'yib, quloqdan osib, arashan qo'y deb sotaveramiz. Nima ayblasiz, ustoz? Eng qimmat arashan qo'ylaring shumi? Shu. Ikkinchida boy, maqtash yaxshi ko'radi. 50 mingga bermagan edim oddiy odamlarga. Sizga boy ekan 70 mingga berib yuboraman. Maqtanmaganim o'zi bitta mashq qo'y qoluvdi. Ozgina kelishtirib ber. Napoleon nimaga betliga urush qilganini bilasizmi? Yer uchun-da. Adashyapsiz. Mana shu arashan qo'y uchun urush qilgan. Asl zotini o'ziniki qilmoqchi bo'lgan. Men sizga urushsiz, tinchgina yo'l bilan berib yuboraman-ku. Hop, qovuring. Mana 70 ming. Uyga olib borib berlaring, mahallada bir nomim chiqsa. Nomingiz chiqadi yoki uyam chiqadi, ustoz.